Композитор Давид Тухманов, стихи поэтов Льва Ашанина и Рамза Бабаджана, песня о Ташкенте. Исполняют лауреат премии комсомола Узбекистана Мансур Ташматов и детский хор. Есть на востоке добрый город, в кольце садов, в кольце огней. Он по-особенному дорог бескрайней родине моей. Он весела и черноока, глядится с углого чела. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Когда война опустошала, гасила окна городов, его земля теплом дышала, давала людям хлеб и кровь. Чье сердце было одиноко, тому надежда здесь пришла. 21-asrda bugungi kunda 2000 yil tarixiga ega bo'lgan Toshkent shahrimiz o'zining sanoat va texnologik imkoniyatlari bilan zamonaviy megapolis bo'lib, dunyoning ko'plab mashhur shaharlaridan qolishmaydi. Bugun biz 30-50 qavatli osmono'par binolarni ko'rib, yangi O'zbekistonning yangi Toshkent manzaralarini, inshootlarini g'urur bilan ko'zdan kechiryapmiz. Shuni tag'in aytishimiz kerakki, 50-60 yil avval ham mehnatkash xalqimiz Toshkentning shu bugungi zamonaviy qiyofasini o'ylab, shaharning poydevorini qo'ygan. Albatta, o'sha mahaldagi imkoniyatlarga yarasha. Shu tarixiy yillarda mening otam Vohdaxon Kozimov ko'plab hamkasblari qatori respublikamizning rahbari Sharof Rashid boshchiligida shu niyatlar orzusida yashab ko'pgina ishlar qilishgan. Ben otpuskada edim, 72-yili Issiqko'lda bolalar bilan birdaniga Issiqko'lga bitta odam bordi. Aytdiki, siz nima edinglar dedi, chakaga borar ekansiz dedi. Kelib men uyga qo'ydimda, nimaga bordim? Xo'jayinni oldiga, Sharof Rashidovich. Endi shu bilan men jassobodni gaplashaverardim, chunki shuni xarakteri ham yaxshi edi, unaqa hali gerdayib boshqa qilgan emas. O'ziga oz intelligent odam edi. Keyin kellarda qani yuring dedilar. Bu endi soat 11:12 ertanisiga. Kechqurun yetib keldik ertasiga. Bir metroni ko'ramiz dedilar. Metroni bordik. Metro bir ikkita stansiyalar to'xtab qoldi. Snos yo'q. Ya biz Esharga kelgansiz. Mana bu Drujba nimadan Komsomolskiy ko'lini yonidan faqat zich uylar. Keyin Semyonov aytdiki, "Tavarish Rashid, snos edi." Keyin menga o'qish qaradilarda, "Snos qiling." Men aytdim, "Sharobaga man nimaga men shaharda meri bo'lmasam, sport raisi bo'lmasam, men dedim, u meni huquqim yo'q bu. Nimalarni shahar qilish kerak. Unda asom ishdan ketgan Zaytsev degan odam Ispaniya shariyasi o'tirdi. O'lasizda hazil deb o'yladim. Shu bilan ne hatta gaplashdik, boshqa qildik, yuring, CK'ga keldik. Kelsa, byuro a'zolari ham to'planib turibdi. Keyin u kishi aytdilarki,
o'rta Koziyumovni dillar shaharni sovetini rais qilib rekomendatsiya qilsak nima deysizlar? Byuro a'zolari hammasi xo'p dedi. 72-yillarda Toshkentda yer qimillashdan keyin Toshkentni qayta qurish masalalari o'zining birinchi etapini tugatilgan edi. Ya'ni birinchidan o'sha bizga shaharimizga boshqa davlat nimalardan, respublikalardan kelgan yordamchilar o'zlarini uylarini qurib berib, Chilonzorda va boshqa nimalarni shaharni dahalarda uylarni qurib ketgan. Shaharda generalniy plan tasdig'i bo'lib turib, qayerda qanaqa ko'cha ochilishi kerak, boshqa qilish kerak degan shu tadbirlar hammasi amalga oshishini kutib turgan mahal edi. Endi obodonchilik masalasiga qarasak, shaharda ayniqsa mana bu Turkiyaning shahar degan joylar bor. Es shaharning joylari bor. Ko'p uylar vayron bo'lgan, xarob. Har kim endi bitta chala-chulpa qilib o'zini uylarini qurib qo'ygan. Lekin ko'chadan yursangiz manzara unaqa yaxshi emas. Holbuki mana bu nimaga ketadigan, Alayskiga ketadigan yo'lda o'ng tomoni hozirgi haligi Tsum turgan, Detskiy mir turgan joylar, keyin banklar turgan joylar, hammasi orqasida uylar yiqilgan, ustidan devor qilib qo'yilgan. Mana shunday bir ahvolda edi. Metro hali men aytgandek endi boshlangan. Shaharda maktablarni ta'mirlash birinchi etap tugab, shahardagi juda ko'p joylarda hali maktablar yetishmasdan 2-3 smena bolalar o'qib turgan mahalla. Ko'kalamzorlashtirish, mana shu daraxtlar ekish masalalari endi o'zining navbatini kutib turgan mahalla bo'ldi. Mana shu ishga tayinlashdan keyin katta suhbat bo'ldida rahbarlar menga mana endi shaharni siz yo'lini topib shaharda ko'kalamzor qilishingiz kerak. Eng kamida 4 million, 5 million daraxt ektirishingiz kerak. Chunki ko'p joyda daraxtlar yo'q ketdilar. Bu masala eng nozik masalalardan bittasi edi. Keyin ko'p joylarda mana bu sog'liqni saqlash muassasalari, poliklinikalar, bolnitsalar ko'plari kotelnisi yaxshi ishlamagan, bo'lmasam deylik, hali ichlari yaxshi remont bo'lmagan shunaqa joylar ham juda ko'p edi. Bundan tashqari har bir toshqonlik uchun 1000 ta toshqonlik uchun bo'ladigan haligi poliklinika qatnashuvi hali yetarli darajada emas. Bundan tashqari aeroport qurilish masalalari rejadan endi chiqib, endi qurilish boshlangan. Hali fundamentlarni ham qo'yilgani yo'q, lekin tekizlab tayyorgarlik ishlari bo'lgan. Masala shunday edi. Shahar transporti shunday bir holga keluvdiki, ko'chalar, boshqalar hali yaxshi tashkil topmagan. Hali Sovetskiy prospekt bormi, hozirgi Maliy Kazo deymiz. Undan keyin katta ko'chalar hali keng bo'lmaganligi uchun transport sohasida ham yetishmovchiliklar bo'lgan. Mana shunday bir sharoitda men ishlashga to'g'ri keldi. Shaharlarda mana bilsangiz kanalizatsiya degan narsalar yo'q edi. Yo'q. Endi o'sha bu masala to'g'risida
shu yer umlashgandan keyin juda katta ishlar qilingan. Birinchidan, shaharda suv ta'minotini kapitalni, revolyutsionni qilishgan. Ya'ni, mana bu Bo'sovskiy ko'tarish majmuasi bor. Bu o'shadan Chirchiq tepasidan keladigan haligi suvni ko'tarib Toshkentga ta'minlash. Toshkentda reja bo'yicha 2 million kubometr bir kunda suv chiqarish bo'lgan, lekin o'sha mahallarda 1 million 600 ming kubometr chiqarilgan xolos o'sha 72-yilda. Bu masala juda ham yaxshi qilingan. Undan tashqari kanalizatsiya masalasida ikkita katta Salarskiy ham lekin Bo'sovskiy degan очистной inshootlar qurila boshlagan. Lekin hali uni oxiriga yetgani yo'q, lekin shu masala o'sha generalniy plan bo'yicha o'sha O'rtoq Brejnev bilan Kosygin o'sha mahalladagi kelganlardan kelgan Sharob Rashidovich nimasi bilan shular amalga oshib boshlagan. Markazqo'm qarorlar qabul qilingan boshqarilgan. Eski shaharni rekonstruksiya qilish. Eski shahardagi o'sha chordevor uylarda turgan odamlarni bir qatordan sekin-asta planlashtirib ko'chirish masalalari. Chunki kanalizatsiya yo'q. Olib boraman desa ko'chalar tor. Vodoprovod olib boraman desa, elektr olib boraman desa, bu ham haligi nima bo'lib ketadi. Shuning uchun bu juda katta masalalardir. Bularning hammasini mana ishga tayinlashgandan keyin o'tirib hukumat a'zolari, boshliqlari, Sharob Rashidovich boshliqlar menga shu narsalarni deylik, qanaqa qilib amalga oshirish to'g'risida ular ko'rsatmalar berishdi. Endi boshlangan ishlardan bittasi shaharni xalq xo'jaligini rivojlantirish, ya'ni shahardagi tamomiy korxonalarda infrastrukturalarni yaxshilash. Misol uchun aviazavod bor. Aviazavodda 20 ming odamdan yaqin odam ishlaydi. Ularda transport masalalari, odamlarni olib kelish, ayniqsa Yunusobod tomonidan kelib bu yoqqa kelish bu juda og'ir masala. Shuning uchun o'sha yoqqa tramvay yuborish, kelgusida metro yuborish masalalar o'sha mahallada bu masalalar ko'rilgan. Bundan tashqari mana bu Tash avtomash degan zavodimiz bo'lardi ilgari. Faqatgina haligi to'rg'ildiraylik nimalar, pritseplar qilish. Shuni traktor zavodiga aylantirish masalalari shu mahallada qo'yilgan. Bu endi Markazqo'mning nimalarda hal bo'lgan. Lekin bularning hammasini infrastrukturalar bilan, savdo sotiq bilan, haligi umumiy ovqatlanish korxonalari bilan, yo'llar bilan ta'minlash hammasi shahar ijroiya komitetining vazifasi. Qurilish bilan, lekin o'shalarga berish. Undan tashqari shaharni elektr bilan ta'minlash. Shaharni elektr qayerdan keladi? Qayerda qancha deylik haligi понижающий transformatorlar bor, boshqa bularni hammasini hisob-kitob qilish. Gaz masalasi, gazni olib kelgandan keyin uni taqsimlash shahar ichida. Mani baxtimga shaharda menga o'rinbosarlar yaxshi yigitlar paydo bo'lgan mahal edi o'shanda. Misol uchun obodonchilik bo'yicha Shodil Rahimov, Inoyat Rahimovich, o'zi temir yo'lchi, bitta отделениyaning boshlig'i bo'lgan. Undan tashqari qurilish bo'yicha Zaytsev degan yigit bo'ladi, vafot etdi. Boris Andreyevich. U ish pishiq, o'zi Olmaliqda главный 'Главный 'injener' bo'lib ishlagan, qurilishda katta tajribasi bor yigit. Undan tashqari Alisher Kozlovskiy, Alisher Kozlovskiy, u ish pishiq, o'zi Olmaliqda главный 'injener' bo'lib ishlagan, qurilishda katta tajribasi bor yigit. Undan tashqari
Undan keyin shahardagi uy, joy, remont, boshqalarni sohasida zamestитель bu Chilonzordagi birinchi sekretar bo'lgan Soqiyev. Bu kishi xullas mana bu madaniyat, kinofikatsiya, boshqa sohalarda Yoqubjonova, Xosiyat Yoqubovna bu kishi shunga o'xshagan juda bir ko'p ajoyib yigitlar bor ediki, shuni biz shu komanda qilib olib, ana bu ishlarni amalga oshira boshladik. Shahar partiya komitetining sekretari men kelganimda Soliq Rashidovich bir kuni meni chaqirib bu ishlarni hammasini sekin-asta o'zini joy-joyiga qo'ya boshlaganimdan keyin bizni yuqoriga markaz hukmiga chaqirdilar ikkovimizni. Endi bu ishlarni hammasini joy-joyiga qo'ydilaringiz. Siz endi bitta ish qilinglar. Birinchisi mana shu Pushkinni haykalini Moskva bilan shu gaplashib, Leningrad bilan gaplashib, Pushkinni haykalini yangi qilinglar. Ikkinchisi mana bu saroy Xalqlar do'stligi saroyini quriladigan joyga katta bir haykal bo'lsinki, hali biri temirchi nimamiz bo'lardi-yu, Sho'rahmedovlar. Sho'rahmedovlar oilasiga bag'ishlangan bo'lib shu mana shunaqa bir ajoyib bo'lsa, shuni o'ylab ko'ringlar. Undan keyin xo'sh, mana bu zilzila bo'yicha hozir bir odam shu bilan shug'ullanyapti, lekin ishini oxiriga olib borgani yo'q. Meni ham bir ko'ringlar-da. Xullas bu ishlardan haligi katta ishlardan tashqari shuni ham esdan chiqarmanglar degan gap bo'ldi. Keyin biz Soliq Rashidov bilan gaplashdik-da, shu bilan birga men Qo'qonda, Farg'onada ishlagan edim. Biz ikkovimizni rahbarlar Moskva, Leningradga jo'natishdi bir haftaga. Borib, shuni nima qilib kelasizlar? Hal qilib. Leningrad, Moskvadan o'sha haligi Druzhba narod mana bularni qilgan arxitektor Ryabichev. Haligi kelib ne degan? Byuro a'zolarida, chekani byuro a'zolariga haligini ko'rsatdi. Ko'p modelini. Endi atta modeli qanaqa deng? 4-5 ta odam nimani ko'tarib turibdi. Haligi yog'ochda. Xotinlar ba'da yer qimillab turganda, xuddi mana shunaqa qilib bir qandaydir bir sumbur. Keyin Sharorash aytdilarki, Salimov ham o'sha mahalda sekretarcha edi. Shu bo'lmaydi. Siz 2-3 marta shu harakat qildingiz, modelni ko'rsatdingiz, bo'lmadi. Endi biz boshqa odamga topshirar ekanmiz dedi. Deyishdi. Keyin u chiqdi-da, men dedi, hech qachon endi Toshkentga kelmayman. Chiqib keldi-da. Aytmasam, qilmagan. Sen Toshkentda anchagina ish qilib qo'ygansan. Hurmating bor. Shu boshingdan shu nimani ideyani chiqarib o'rganda, yangi narsa qilgin, meni chaqirgin, men o'sha kun yetib boraman, bir ko'ramiz. Ularga ma'qul bo'laydi degan. Men Sharorash aytdim. Aytdimki, shu Ryabichev shuncha ishlarni Toshkentda qildi. Nima qilar ekan endi? Qiladimi ekanmi? Yangisini yo'qmi? Aytdim, qiladigan bo'lyapti. Shu bilan keyin bir 15-20 kundan keyin keling dedi. Men tayyor qo'ydim maketi dedi. Shu maketni qilibdi. Bu maket original. Qilgandan keyin menga ham ma'qul bo'ldi.
yur dedim, o'zim bilan birga ertanchiga samolyotda olib keldik. Kelib navbatda ko'rdik, bularga ma'qul tushdi. Men buni boshladim. Faqatgina bitta o'zi nima bo'ldiki, teoriyaga har bitta shu Toshkentda zilzilasiga qatnashgan nimalarni bayrog'ini teoriyaga qilamiz deb. Sobir Rahimovich Odilov rahmatli masalalarda Bu ham bronzadan. qilib, lekin bronzada bunasi o'sha Moskvada qilindi bu ham. Moskva qilib, o'sha yerdan olib kelib, bitta montaj qilib, bildik o'sha 10 yilligiga to'g'ri qilib, mana 76-yili 26-aprelda keyin juda katta tantana bilan Juda katta ochilgan. Chiroyli. Ungacha haligi nimalar благоустройствоlar bo'ldi, o'sha yerda obodonchilik ishlari bo'ldi. Ilgari gumbaz bo'lib yotgan edi. Esingizda bo'lsa. Shunaqa qilib bu masalalar hal bo'ldi. Endi bu haligi qana haykalichi. Shorahmetnikida. Ha, Shorahmet Ryabichev qildi. Uni ham Ryabichev qildi. Uni ham Ryabichev qildi. Uni ham lekin ko'rib, ko'rishib ma'qul topishdi. Buni o'sha yerda ochdik. Odamlar ko'z yosh qilishdi. Shuna bir endi haligi bolalarda ko'rinishlari, haligi onani ularga mehribonliklarini yaxshi ta'sir qilgan. Ko'kalamzorlashtirish masalalari to'g'risida bir kuni markaz byurosi bo'ldida, undan keyin meni olib qolishdida. Bu endi o'sha 72-73-yillar. Aytishdiki, nima qilamiz shaharda Ko'kalamzor? Mana bizda deylik nima bor? Savxoz dekorativniy sadovochlik bor. Dekorativ bozorchilik bor. Xo'sh, lekin hali ularda tayyor narsa yo'q. Keyin meni endi kuchim yetgani Qo'qonda lesxozi bor. Lesxozga borib, lekin u yerdan men bir 20 mingta chinor olib keldim. Boshqa joydan, birorta joydan nima chiqmadi. Chunki e'tibor yo'q ekanmi. Keyin hamma azilliklar chaqirdi. Chaqirib o'tirib aytdimki, endi og'aylar mana shu bu masalada to'g'risida yaxshi bir kelishib olmasak bo'lmaydi. Direktori bor, kandidat Novuk dekorativ sadovochlikda Islomi bor, rahmatli vafot etib ketdi Shamsiddin Islamovich, shu благоустройствоning boshlig'i, yana дорожный хозяйствоlar bor, irrigatsionlar boshliqlari bor. Keyin shatda men aytdimki, shunday qilaylikki, yanagi yildan boshlab 2 million har yili 2 million chiqadigan, daraxt chiqaradigan plan qilaylik. Shunday qilib, xullas 3 yilning ichida biz 1 milliondacha sajens qildik. Bu sajenslarni lekin haligi nimalarni mana hozir ko'rsangiz, Chorsuvdan nimalik bor, hozir haligi Ganga nimalar. O'shatdan ketib to nimagacha? Alayskigacha. Alayskigacha. Les. Yunusoboddan yangi Yunusobod bo'lgan, Yunusoboddan to oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ikki tekkacha 60-70 metrlik les. Shunaqa palasalarga lekin qo'y boshladik-da. Shu narsani hal qildik. Endi bularni ekishda, bularni haligi nima qilishda raykom sekretarlari, ayniqsa Tolib Sodiqovich, Oktyabr rayonida, Chinozor rayonida shular jonbozlik qilishib, xalq bilan, maktab bolalari bilan, boshqa bilan hamma uchun azilli bo'ldi. Toshkent ko'kalamzorlashgan, nima deymiz, azilli bo'yicha hozir dunyodagi eng zo'r nimalardan hisoblanadi.
Mana raqamni ham esda qolgan. Har bir toshkentlikka 45 kvadrat metr zеленый насаждение. Ha, minimum 16 kvadrat metr bo'lishi kerak. Bizda 45. Bu 45 hozir Toshkent eng azilyon shaharlar bo'lib qatoriga kirib qoldi. Chilonzor rayonining o'rtasini biz ko'prik qurdik. Katta ko'prik qurilgandan keyin Oktyabr rayonining bir qismi bilan Chilonzor rayoni qo'shilib, o'rtada Akmalikron rayoni paydo qilindi. Rivojlantirish uchun. Bundan tashqari Yunusobod massivi yoki Toshkentda temir yo'li bor, temir yo'lini arqasi u ikkita kolxoz edi. To aylanma Kalsovoy yo'lgacha. Shu joylarni keyin o'zlashtirish masalasi. Lekin hatto kolxozni nimalari, fermalari, dalalari, boshqasi bor ediki, Bog'lari, uzumzorlari hammasi to Ali Hasanboy degan joygacha. Bu tomoni hammasi shu sekin-asta o'sha tomonda qurila boshladi. Keyin mana bu traktor zavodi ilgarigi Tashqi zavodini arkasındagi kolxozning yerlaridan olindi. Undan tashqari mana bu g'arbiy tomonda Toshkentda o'sha hozirgi ro'yxatga chiqadigan tomonda o'ng tomoni hozir shuna qilib panelni Toshkentni hammasi Toshkentning tevaраgiga shaharning ichidagi buzilgan boshqa nimalar bilan sekin-asta odamlar ko'chirila boshladi. Endi 75-yillarga kelib sekin-asta yerlar kamaya boshladi. Bu sekin-asta nizoga paydo bo'ldi. Birinchidan bizni vazifamiz, bizga topshirilgan vazifa har yili 1 million kvadrat metrga chiqarish. 1 million kvadrat metrga uy-joy qurish uchun mana bir necha 50-60 gektar yer kerak har yili. Shu yo'llar, boshqa kommunikatsiya, infrastruktura bilan hammasi bo'ladi. Bu masala nihoyatda qiyin kecha boshladi. Birinchidan yer bu endi xalqning boyligi, mulki, bu odamlar boqadigan narsa. Ikkinchidan uyni qurish kerak. Bu masalada biz endi ko'pincha Oblastnoy komitet O'rta Musoxonga murojaat qilardik. Mirzo aka, nima qilamiz? 250-300 ming kvadrat metrga yer bor. Lekin bizga endi yer berishmayapti. Kim bermayapti? Mana kolxoz raislari, boshqalar, Yunusoboddagi Ular Mahmud aka, shu kolxozlari bir nima soti yerda ham shu bermaydi. Lekin bizda qurilish industriyasi jonlangan, mexanizmlar, odamlar, yerlar boshqa, lekin yer yo'q. Keyin biz qarasak ishlar to'xtab qoladi. Biz Sharob Rashidovichga. Sharob aka, mana shunaqa qiynalib qoldik boshqa. Mirzo Mahmudovich yerlarda aytmaysizlarmi, bersin. Keyin yana qaytamizda Mirzaga aytamiz, Mirzaga, biz shunaqa hammani do'qillar-ku kishku. Nimaga yerlarni berib beryapsan? Maydonlar dedim. Chunki u tomondan ham qarasangiz to'g'ri, bu tomondan ham. Xullas, shunchalik og'ir qiyinchilik mahallarda istarib boshqa qilib shu qura boshladik.
Endi ba'zi birlar aytardiki, bu Chilonzorda qancha joylar bo'sh turibdi-ku. Nimaga o'shanga qurmaysizlar? Keyin mana boshqa joylarda ham turibdi-ku joylar, qurolmaysizlar. Endi bu masala bitta tomoni bor. Generalniy plan bo'yicha shaharni siluetini tashkil qilish uchun 4 etajlik, 9 etajlik, 16 etajlik uylar quradigan joylar qilinganki, kelgusida haligi joylarga qurilsa shaharda bir relyef paydo bo'ladi. Ko'p o'shalik 9 etajlik, 16 etajlik quriladigan joylarni juda mahkam qilib ushlab turdik. Bo'lmasam qurilib ketardi. Yerlar tamom bo'lgandan keyin bir kuni Sharof Rashidovich aytdilarki, shu Toshkentda kirib kelaverishlarda uylar xarob. Yaxshi imoratlar qurilmagan. Moskvada shunday Moskvaga kirib kelaverishingizda ikki tomonda katta uylar bor. Bizda o'sha narsalar yo'q. Shuni ko'rish kerak deb bir kuni haligi kichkinagina drezina bo'ladi temir yo'lda biz Asadlar Shapovich, men yana rekom sekretarlari bilan bunaqasiga kalso haligi temir yo'l bilan aylanib chiqdik. Shunda bitta fikr tug'ildi. Toshkentda o'sha haligi Salar stansiyasi bilan Toshkentning o'rtasida chap tomonda juda ko'p yerlar turibdi ekan, botqoqliq, Salarni burilib o'tib ketadigan joylari. Tekstil kombinatda bir mahallarda berilgan ekan, kichkina haligi uychalar, boshqa xullas juda bir Shanxay bo'lib ketgan joylar ekan. Keyin bitta ideya bo'ldiki, biz yerni boshqa joydan istarmasdan o'sha yerdan olaylik dedikda. 81-80-yillar. Shu 4 yil, 5 yilning ichida o'sha yer yangi bir shaharga aylanib qoldi. Shaharda ichida bitta toshmi bo'lardi, eski imoratlar bilasiz, shu revolyutsiyadan ilgari qurilgan boshqa imoratlar, yomon imoratlar emas, lekin o'sha hozirgi davrga javob bermaydigan. Keyin Markazkom bu masalada qaror qabul qildida, shu byuroda men esimda bor, bir 200 gektarcha yerni olib o'sha yerda bir massiv qurilsinki, shu yerda bir butun meditsina majmuasi o'sha yerda bo'lsin, kompleks bo'lsin degan narsa bo'ldi. Shunda meditsina institutini shu yoqqa ko'chirish bo'ldi. Ko'chirish degan bir katta fikr bo'ldi. Xullas shunaqa qilib bu yerda bozor paydo bo'ldi, magazinlar, keyin marshrut avtobuslar qo'yila boshladi, tramvay yura boshladi, shunaqa qilib sekin-sekin jonlandi. Mana endi bu Toshmay hozir endi juda katta bir kompleks bo'lib qoldi. Shunday qilib bizda joy masalasida traktor zavodini jonlantirish kerak edi. Aviazavodni joylantirish kerak edi. Shuning uchun bularda qaror bo'yicha Markazkomma ham qarori bo'yicha har yili 20 ming kvadrat metr yo'qol berishimiz kerak edi traktor zavodga. O'zini atrofida traktor zavodda. Keyin 30 ming kvadrat metr qurib berishimiz kerak. Davlat hisobidan, shaharning hisobidan aviazavod. Kadishov tomonda. Keyin men har yili mana shu planlashtirish boshlanishidan avval oktyabr oylarida Moskvaga borib 10 kun, 15 kun yurardimda. Aviatsiya ministrining oldiga kirib. Keyin mana bu qishloq xo'jalik mashinastroyitligiy ministrligi oldiga borib,
xullas ximiya ministrligiga borib, boshqa qilib, ularni oldiga masala qo'yardi. Siz zavodingizmi? Zavodingiz. Biz mana 3-4 yildan ba'siga kvartira beryapmiz shahardagi aholini hisobidan. Odamlarni olyapsizlar. Endi bag'iga bizga pul beringlar. Yo'q. Bu yaxshi bo'ldi. Har yili aviazavod 20 000 kvadrat metrga, bu traktorni zavod 10 000, 15 000 kvadrat metrga, ular bilan darrov Tashsilmash, Tashsilmash, O'zbeksilmash, O'zbeksilmash, bularda hammasiga biz olamizda, keyin bo'lgandan keyin haylarga bo'lib beramiz. Ximiya zavodlariga, keyin logki pромышленность, qishloq xo'jalik Tarasovni oldiga men o'zim bir necha marta boraman. U yaxshi odam, yaxshi kutib olardi, keyin mayli endi tekstil kombinatga bo'lsin deb, men ularga endi hurmat o'zlari bilan borardik. Sharob Rashidovich rollari katta. Shu qilgan mahalda biroz aytib qo'yardilarki, shunaqa ishlarga yordam beringlar deb. Ular hurmat qilishardi. Sharob Rashidovich. Butun dunyoda bunaqa sersuv shahar yo'q. Shahar yo'q. Shu Moskvalarda ham 500 bitta odam boshiga, bizda bitta odam boshiga 1 kvartiradan ham ortiq. Nima uchun? Bizda behisob rasxod. Behisob rasxod. Hech kim bu suv Xudoning bergani ekan deb buni ekran qilishni o'ylamaydi. Targ'ibot bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Lekin suv, zavod, fabrikalar, оборотно водоснабженияsi yo'q. Haligi fontanlar bor. Ko'p joyda fontanlar ba'dan chiqib kanalizatsiyaga ketyapti. Mana shu men institutlarda bo'laman. Tuvaletlari bor, katta общественный tuvaletlari. Suvlar daryo bo'lib oqayotadi. Birov qaramaydi. Bu bitta tomchi suv o'zi qancha ketadi? Bu sharilib oqayotganlarchi. Shuning uchun bizda va yaqinda Kvatakaralda boshliqlar bilan uchrashib qoldim. Ular o'qanaqa qilamiz, bunaqa qilamiz, yana ko'paytirmoqchimiz deya turdi. Men aytdim, yo'q, oilalar, sizlar bitta ish qilinglar. Ekonomiyani o'ylanglar. Ekonomiyani gap bilan emas, konkretni. Misol uchun tekshiringlar, boshqa qilinglar, o'sha joyda shartta bir sanksiya bilan yo to'xtatinglar suv berishdi. Haligi Palevichni suv deymiz. Ariqlardan oqayotgan suvlar bizda bemalol oqib chiqib ketyapti. Lekin vaholanki shaharni azalinishi uchun o'shadan suv mo'ljallangan. Shundan olib polivat qilish kerak. Lekin odamlar aksariyati vodoprovod suv bilan, o'zimiz ham o'shdagi zelinlarga oqova suv yo'q, vodoprovod qilamiz. Bu bemalol toza ichimlik suvi shahar ketyapti.